Azizlar, mana lyulkamizni 4-qatorini to'qib tugatdim. Endi 5-qatordan ip ulamoqchiman. Biz videomiz boshida rozoviy iplarni ko'rsatgandim sizga. Rozoviy iplarimiz qattiq ekan, cho'zilmaydigan. Bu cho'ziladigan ipga mos tushmadi. Hozir shuning uchun oq ipdan foydalanyapman men. Bu cho'ziluvchan va ikkalasi bir-biriga mos tushadi. Qattiq ip bilan cho'ziladigan ipni bir-biriga aralashtirib to'qisangiz tortilib qoladi qattiq ip. Shuning uchun o'ziga mos ipni tanlab oldim. Endi ipni ulashni sizga o'rgataman. Qarang. Mana ipimizni tugagan joyi. Har doimgidek ipni keyingi zanjirni tagidan olib o'tamiz. Va oq ipni, bu ip turadi, bilasizmi, qanday ulashni. Mana bu oxirgi zanjirimizdan, mana shu ipimiz chiqqan zanjirni petlyamizdan orqa tomoniga kruchokni kirgizib olamiz va oq ipimizni ilib chiqaramiz. Mana. Endi bu orada biz jigarrang ipimizni kesib olishimiz kerak. Mana bu orqasidagi iplarni ichkariga kirgizib yuboramiz, berkitib. Qarang, hozir bu yerda birato'la naqsh chiqarishni ham o'rgataman. Qanday qilib naqsh chiqaramiz? Demak, ikkinchi mana petlyamizdan ishchi ipimizni kirgizib olamiz. Menda barcha zanjirlarni hisoblab chiqdim, sanab 84 ta petla deylik. Petlalarimiz 84 ta ekan. Orasiga 3 ta oddiy to'qib, 4-sini shakl chiqaramiz. Mana kuzatib borsangiz, qarang, shaklni birinchi emas, ikkinchi mana bu petlyamizning ichidan chiqarib olamiz. Mana. Demak, shu yerdan boshlab ketamiz. 1 2 3 va 4-si yana ikkinchi petlyamiz ichidan kirib oladi. Videoga yaxshi ahamiyat bermabman, kechirasizlar. Bir, iki, qoldirib 4-siga mana bu yer kesib tashlaymiz. Ko'ryapsizmi? Ipim shu yerda ingichka bo'lib ketar ekan. Kesib olamizda.
Ikkinchi sort iplar har xil keladi. Ingichka, qalin bo'lib. Shuning uchun e'tiborli bo'lib to'qish kerak. Orqadagi iplarni ichiga o'tkazib ketamiz. Uchinchisi to'rtinchisi. Yana bir, ikki, uch, to'rt. Bir, ikki. Sanab to'qib ketsangiz adashmaysiz. 3, 4. Mana xuddi shu shaklda oxirigacha to'qib kelamiz. Qizlarjonlar, mana lyulkamiz tayyor bo'lay deb qoldi. Hozir biz 4 qator jigarrang, 3 qator oq va 1 qator jigarrang to'qib oldik. Endigi navbat yana 1 qator lezga qo'yib olamiz. Lezga qo'ygandan keyin ruchka chiqarishni boshlaymiz. Lezga qo'yishni sizlarga ko'rsatib o'tgandim. 5-6 sm boshlagan joyimizdan chiqarib olamiz. Demak, mana xuddi shunday qilib bir aylantirib kelamiz. Mana lyulkamizni qotiradigan qo'yib oxirgi qatorini to'qib oldik. Aniqrog'i ruchkasidan oldingi qatori. Hali yana ruchkasini to'qiymiz, ruchkasini bezatamiz. Demak, xullas 10 qator to'qib oldik. Mana ruchkasini chiqarish uchun oyoq tomonidan 34 ta, bosh tomonidan 32 ta petля qoldirib belgilab chiqdim. Sizlar ham xuddi shunday qilib belgilab yoki ip bilan belgilab chiqishingiz mumkin. Bir tekis qilib. O'rtada, katta lyulkalarda o'rtada 10 ta joy qoladi. Kichkina lyulkada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta joy qoldirdim. Mana lezga qo'ygandan keyin, qotiradigan qo'ygandan keyin ko'ryapsiz. Lyulkamiz qanaqa mustahkam, qayrilib qolmaydi. Mana qattiq. Demak, endi hozir mana shu yergacha to'qib kelamiz va bu yerdan zanjir olamiz. Mana zanjir oladigan qismiga ham yetib keldik. Belgilab qo'ygan joyimizni ko'rinib turibdi. Bu yerdan kirib sakkizta zanjir olsak yetadi. Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti, 8. Mana 8 ta zanjir oldik. Endi
belgilab qo'ygan joyimizdan to'qib ketamiz. Keyingi belgilagan joyimizgacha aylantirib to'qib kelamiz. Mana qizlarjonlar, ruchka qismiga ham yetib keldik. Mana bir tomonini men mustahkamlab oldim. Ruchkamizni ko'targanda chiroyli, qulay bo'lib turish uchun. Endi ikkinchi tomonini sizlarga o'rgataman. Demak, ruchkagacha to'qib kelamiz. Endi mana zanjir ko'rinib turibdi. Hozir biz zanjirni ichidan emas, tashqari tomonidan kruchokni o'tkazib, ipni ishchi ipimizni olamiz va mana to'qiymiz. Yana bitta olamiz. To'qib olamiz. Ko'ryapsiz mana. Aylanib o'tamiz. Demak, har 3 ta yoki 4 ta mana shu holatni takrorlaganingizdan keyin tortasiz, o'ng tomonga qarab tortasiz. Qancha zich bo'lsa, ruchkamiz shuncha mustahkam bo'ladi. Ikki, uch, mana yana tortamiz. Bir, ikki, mana qarang, chiroyli qilib mana shu holatda ushlasangiz shakl chiroyli chiqadi. Mana ko'ryapsizmi? Juda zich ham bo'lib ketmasin, juda bo'sh ham bo'lib qolmasin.
Tayyor. Ruchkamiz tayyor. Endi davom etib to'qib ketaveramiz. Men shu yerdan ham to'qib boshlayman. Mustahkam bo'lish uchun. Lyulkamiz deyarli tayyor. Mana ikkita ruchkasi. Endi mana ipimizni tugash joyigacha, qatorimizni tugash joyigacha kelamizda, mana shu yerda ipni uzamiz. Mana qizlarjonlar, lyulkamiz deyarli tayyor, faqat kapushon qismi qoldi. Ipimizni kesib oldim. Endi tugatish jarayonini ko'rsatib o'taman. Mana ipni chiqarib olamiz o'zimiz tomonga qaratib va buni o'tkazib olamiz. Mana bu tomonga yana zanjirni tagidan o'tkazib oldim. Endi qarang, mana bu ip tugab bu yerga chap tomonga o'tgan joydan, mana oxirgi petlyamizdan chiqqan joydan orqa tomoniga qaraysiz. Mana takrorlayman, ipni chiqarib oldik oxirgi petlyamizni to'qib olgandan keyin. Endi mana bu birinchi zanjirimizni tag tomonidan ipni o'zimizga qaratib chiqarib olamiz va oxirgi petlyamizni orqa tugunidan, mana ko'rinyaptimi? Orqa tugunidan kurchokni kirgizib, mana zanjirning o'rtasidan kurchokni kirgizdik va ishchi ipimizni orqaga o'tkazib qo'yamiz. Mana ko'rdingizmi? Endi bu ishchi ipimizni mana orqa tomonini o'girib oldim. To'qilgan iplarni orasidan o'tkazib berkitib ketishimiz mumkin. Mana oxirgi qiladigan ishimiz mana shu edi. Endi demak bu ipni boshlab olgan tomonimiz, boshlab tugatgan tomonimiz oyoq tomoni edi. Mana bunisi esa bosh tomoni. Bosh tomonini o'zimizga qaratib olamiz. Endi qarang, ruchkamiz tugagan joydan bu tomonigacha, mana ikkita ruchkagacha zanjirlarni sanab kelamiz. Mana bu zanjirlarimizni sanab kelamiz va o'rtasini hisoblab olamiz. Masalan, biz 32 ta hisoblagandik boshida, to'g'rimi? 32 ta zanjirni 16 ta qilib, juft qilib hisoblab olamiz va o'rtasiga mana iloji bo'lsa chap tomonga kamroq zanjir tashlasak yaxshi, chunki to'qiganimizda chap tomonga ko'proq og'ib ketadi. Men ko'pincha to'qigan lyulkalarimni chap tomoni og'ib ketgan payt ikkita zanjirni birlashtirib, kamaytirib to'qib ketaman. Bu menimcha hamma to'quvchilarda bor narsa. Kapushon qismi o'ng tomondan chiroyli keladi-da, lekin chap tomonda doim qiyshuvroq bo'lib ketadi. Shunda ikkita zanjirni bitta qilib kamaytirish qilib ketaman. Shuning uchun o'ng tomonga hozir 31 ta zanjir tashlaymizda 32 zanjirni o'rtasi qilib hisoblab olamiz. Va katta lyulkalarda men 9 tadan olib to'qib boshlayman. Bunda kamroq qilib olib to'qisak, kapushonimiz chiroyliroq chiqadi. Masalan, hozir sanab olaylik. Mana aziz obunachilar, men belgilab oldim. Hozir bu yerda jami 9 ta bor. Boshqa katta lyulkalarda o'rtada 9 ta qolishi kerak. Ikki chetda mana 4 ta qolib, 5-sidan to'qish kerak. Yo'q, biz hozir jamini 9 ta qilib oldik. Ya'ni mana o'rtada 1, bu yog'iga 1, 2, 3 ta 4-sidan to'qiymiz. Chap tomoni 1, 2, 3 ta 4-sidan to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1
Demak, qarang. Har bir to'qiganingizdan keyin yo o'ng tugatasizda o'ng tomondan 1 2 o'rtada ikkita chok qoldirib, petla qoldirib, uchinchisidan to'qib borasiz. Mana hozir men sizga ko'rsataman. Mana ipimizni olamiz. Belgilab qo'ygan joyimizdan kiramiz. Qizlar, ipimizni oldik. Demak, belgilagan joyimizdan to'qib boshlaymiz. 1 Yangi boshlagan qizlar, qo'linglar ancha kelishib qoldi degan umiddaman. Yubkamizni to'qish jarayonida mana qizlar, to'qib oldik belgilagan joyimizdan. Endi biz ularni olib qo'ysak ham bo'ladi. Shu yerda ipni kesib olamiz. Mana qarang. Ipni kesib olamiz va chiqaramiz. Chiqarib, yon tomondan orqa tomonga o'tkazib, mustahkamroq turish uchun mana ipni mana bu yerdan o'tkazib qo'ydik. Keyingi qatorini mana o'rtada 1 2 uchinchisidan boshlab ketamiz. Xohlasangiz bitta tashlab ketishingiz mumkin. Mana birinchi boshlagan petlamizni ichidan kirgizib olamiz. Yuqoriga qarab ketyapti. Endi pastga tushamiz. Bunisini ham xuddi shunday qilib yakunlaymiz. Ikkita bunda ham mana shu yerda kesib olamiz ipimizni.
Qizlar mana kapshon qismini chiqaryapmiz. Oxirgi tordan mana 3 ta petля qoldi. Demak, mana bu petladan to'qib boshlaymiz. Yana chiroyli qilib bezak chiqarishni o'rgataman sizlarga. Demak, 3 ta chokni shu ketishda to'qiysiz. Mana 3 ta chokni to'qib oldim. Chok debman, petlani to'qib oldim. Endi keyingisiga qanday to'qiymiz? Keyingisiga zanjirni mana bu ichki tomonidan, mana ko'ryapsiz, bu zanjir bo'lsa, mana shu yeridan mana tugunimizni ichidan chiqib kelamiz mana. Ko'rinyaptimi? Bu yerdan kirmaymizda, mana bu zanjirni o'rtasidan kirib, mana bu tugundan chiqamiz. Mana yana zanjir va tugundan chiqamiz. Tugundan chiqamiz. Zanjirni bir tomoni mana tashqarida qoladi, ikkinchi tomoni ichkarida qoladi. Mana ko'ryapsizmi? Mana qizlarjonlar, mini lyulkamiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Ixcham, qulay, chiroyli. Jaji qizaloqlarimiz o'ynash uchun ajoyib. Mana tanlov. Buni ichiga matras bilan yostiq hozir tayyor emas edi, shuning uchun qo'ymadim. Siz xohlasangiz pryaja magazinlarida sotib olishingiz mumkin, xohlasangiz qo'lda tikishingiz mumkin. Demak, mana yengil. Bir qavat ipdan to'qiganim uchun juda yengil. Bolajonlarimiz uchun qulay tanlov. Abadogini keyingi darslarda o'rgatib boraman. Buni bezak uchun to'qib chiqdim. Keyin qarang. Oxirgi ishimiz obvязка qismi edi. Mana obvязка berdim. Obvязкani boshida o'rgatgandim. Demak, birinchi to'qishdan oldin obvязка qilish kerak. Oxirgi qismda ham obvязка qilishingiz kerak. Shunda qilganingiz ko'rinadi, qattiq turadi. Yotib qolmaydi, ixcham bo'ladi. Mana. Juda chiroyli mini lyulkamiz tayyor.